Kanalimga xush keldingiz. Hammaga salomlar. Bugun sizlar bilan mana bu cheshkani to'qiymiz. Mana buni men oldindan to'qidim. Sxemasini ekranga beraman. Ikkisi ayni razmerda, ya'ni 37 razmerga to'g'ri keladi. Agarda birozgina kattaroq to'qimoq istasangiz, mana bu yerdan yana ilmoqlarni ko'paytirib to'qishingiz mumkin. Ya'ni tovon qismiga qadar o'lchab ko'rasiz. Unga ko'ra o'zingiz ayarlang. Iplarim normal cheshka iplari. Spitsam 5lik 2,5 millim. Siz ham tayyorsangiz birgalikda bismillah deya boshlaylik. Cheshkamizni burun qismini kanalimda bor, oldin to'qib ko'rsatganman. Yana bir bor xotirlatib o'taman. Boshlang'ishda 12 dona ilmoqlarimizni olamiz. Ipimizni men har zamon kabi o'rtadan chiqarib olaman, ya'ni aqlli joyida qochib ketmasdan turadi. Boshlang'ishda 12 dona ilmog'imizni olaylik. 12 dona ilmog'imizni to'qidik. Mana bu kalt ipimiz turganda, boshlang'ishda turganda bu orqasi deya hisoblanadi. Ilmoqlarimizni teskaridan to'qiymiz. Birinchi ilmog'imizni oldik. Bu shaklda o'ng tarafdan oldi tarafini o'ntiramiz. Oldi tarafdan hamma ilmoqlarimizni o'ng tarafdan to'qiymiz. Bu ikkinchi qatorimiz bo'ldi. Oxirgi ilmoqni ham o'ng tarafdan to'qiymiz. Hozir cheshkamizni oldi tarafdamiz, ya'ni bu ipimiz oxirida turganda bilamiz. Boshlang'ich yeri mana bu yer bo'ladi. 2 qator to'qidik. 3-qatorda mana bu ilmoqlar orasidan spitsamizni o'tkazishimiz kerak. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 va mana bu yerda 12 dona ilmoqlarimizni chiqardik. Bir qator to'qib kelamiz. Birinchi ilmog'imizni ham to'qiymiz. Ikkinchi ilmoqlarimizni to'qidik. Mana bu ipimiz oxirida turibdi. Boshlang'ich yeriga belgi qo'yib qo'yamiz. Mana bu yer bitish va boshlang'ich yeri bo'ladi. Belgimizni qo'ydik. Mana bu ipimiz oxirida. Endi hozir ipimiz pastki tarafda turibdi. Mana bu yerga to'qidik. Bu shaklda o'ntiramiz va bu ilmoqlarimizni 4ga bo'lamiz. Bundan keyin 5lik spitsada davom etamiz. Ilmoqlarni pastki tarafdan bu shaklda chiqaramiz, chunki aylantirib to'qiymiz. Birinchi ilmog'imizni to'qiymiz.
ikkinchi ilmog'imizni ko'paytiramiz, ya'ni bir ilmoq ko'paytirgan bo'ldik. 2, 3, 4, 5, 6 va 7-chi ilmoqlarimizni oldik. Mana bu yerda 6 ilmoq qoldi. Ikkinchi spitsamizni taqamiz. Yana aynı şekilde 6, 1, 2, 3, 4, 5 dona ilmog'imizni to'qidik. Oxirida bir ilmoq qoladi. Orasiga bir ilmoq ko'paytiramiz va oxirgi ilmog'imizni ham to'qiymiz. Ya'ni boshlang'ichda va oxirida bir ilmoq qolishdan oldin ilmoqlarimizni ko'paytiramiz. Tekrar o'ntaramiz. Bu yerni ham aynı shaklda to'qiymiz. O'ntardik. Birinchi ilmog'imizni olamiz. Ikkinchi ilmoqni ko'paytiramiz. 1, 2, 3, 4, 5. Bu şekilde 7 dona ilmog'imizni to'qidik. 4-chi spitsamizni taqamiz. 1, 2, 3, 4, 5. Bir ilmoq ko'paytiramiz va oxirgi ilmog'imizni to'qiymiz. Undan keyin bir qator to'qiymiz. Ikkinchi qatorda yana aynı shaklda ko'paytiramiz. Ya'ni bir qator to'qiymiz, bir qator ko'paytiramiz. Bu shaklda 14 dona ilmoq bo'lganga qadar ko'paytirib to'qib kelaylik. Bu yerda men videoni uzatishni istamayman. Bu shaklda har spitsada 14 ilmoqdan to'qib keldim. Ya'ni orqa oldi 14, 14 28, 28 ilmoq bo'ladi. Mana bu chekkasini to'qiymiz. İstesangiz bu shaklda to'qisangiz ham bo'ladi. Ya'ni 2 ilmoqdan oldim. 2 ilmoqdan 2 qator davom etdim. Buni ham aynı shaklda boshlang'ichda 2 ilmoqdan olamiz. 2 ilmoq qizil rangdan boshladim. Davom etamiz. 2 ilmoq kul rang, 2 ilmoq qizil. Bu shaklda aylantirib to'qib kelaylik. Rangdan 2 ilmoqdan olib to'qidik. Endi qizil ipimizdan bir ilmoq to'qiymiz. Ochiq rangli ipimizdan 3 ilmoq to'qiymiz. 1, 2, 3. Tekrar ipimizni almashtiramiz. Bir ilmoq qirmizi, 3 ilmoq kul rang. Kul rang yoki oq rang qo'yishingiz mumkin. Ya'ni sizda qaysi rang bo'lsa. Yani bu shaklda davom etaylik. Bir ilmoq qizil, 3 ilmoq ochiq rangdan davom etaylik.